Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati. 5-qism. Keyin bunaqa nishonni men xalqaro xonman-men jamiyatining a'zolari bo'lmish fin sayyohlarining ko'kragida ham ko'rdim. Biz ular bilan Moskvaga qaytayotib samolyotda tanishib qoldik. Sipo-surat Buriyodan kelayotganlariga sira ishonmaysiz. Barining egnida yoshiga nomunosib allaqanday yengiltak, ola bayroq kiyim-bosh, qo'llarida yonchiqsimon yapasqi shisha. Kelguncha samolyotni boshlariga ko'tarib, konyak ichib kelishdi. O'zlari bilan kifoyalanmay, boshqalarga, jumladan bizga manzirat qilishdi. Yo Bibiliska mehmon siylov, yo baquvvat Avropa aqchasiga sho'rlik qashshoq Buriyo musofirxonalari qoshidagi maxsus do'konlardan arzon garov sotib olingan matoh shekilli-da. Bu g'oyaparastlarning orasida birorta yoshrog'i yo'q edi. Bari allaqachon nafaqaga chiqqan qari-qartang. Nafaqaga chiqaboq bekorchilikdan mazkur jamiyatga a'zo bo'lib kirishibdi. Shuning evaziga har yili bu yoqqa kelib allaqaysi oroldagi so'lim bir go'shada bir oydan hordiq chiqarib ketisharmish. Tekin. Yaxshi-da, ermak. Qariganda birov hisobidan bunday ko'ngilyozar sayohat qilib yurishi kimga yoqmaydi? Jamiyatning maqsadi ulug' dohiy Tavarish xonman-menning hayotbaxsh g'oyalarini dunyo bo'ylab keng yoyish, targ'ib etishdan iborat. Qalay, dunyo tan olyaptimi deb so'rasam, yonimda o'tirgan antiqa qalpoqli shirakayf qariya hafsalasizgina qo'l silkidi. Kim ishonardi deysiz? O'zingiz qanday e'tiqod qo'ygansiz? Biz endi ketyapmiz, birodar, dedi allanechuk hasrat bilan o'q tortib va apil-tapil yonidan yapasqi shishachasini oldi. Ma, ozginacha qol, iltimos. Zo'r konyak. Tavarish xonman-menning shaxsan o'zi sovg'a qilgan. Shundan keyin u o'rindiq ostidagi to'rvadan bir quchoq keladigan og'ir kitobni chiqarib menga ko'rsatdi. Xonman-men ensiklopediyasi deb atalmish bu ulkan kitob unda-munda emas, katta bir davlatda nashr etilarmish. O'zimizning sho'roviy dohiylarga andarmonu mahliyo bo'lib, dunyo miqyosida mana shunday boshqa dohiylar va jamiyatlar, maxsus ensiklopediyalar borligidan g'ofil qolib yuravergan ekanmiz-da. Yurgan, ko'rgan biladi. Buriyo hukumati tomonidan berilgan kechqurungi ziyofatda ulug' dohiy Tavarish xonman-men bilan yana uchrashmoq sharafiga muyassar bo'ldik. Ziyofat ta'rif-tavsifga sig'maydigan jannat misol bir saroyda o'tdi. Tavarish yakni aytishicha, bu muazzam koshona atigi 1,5 yil ichida bunyod etilgan ekan. Aql bovar qilmaydi. Darvoqe, anjumanimiz o'tayotgan tantanalar saroyini ham xuddi shuncha muddatda qurib bitkazildi degan edi bu mahmadona. Qiziq, bu yerda qaysi binoni so'rasangiz 1,5 yilda qurilgan deb g'ururlanishadi. Nega 1 yoki 1 yilda emasu, aynan 1,5 yilda? Muammo, yana bir muammo. Yoki sotsialistik majburiyatlari shundaymikan? Balki bular ham hov bizga o'xshab hamma narsani o'zlarining noyabr bayramlariga mo'ljallayverib shunday bo'lib qolgandir. Ulug' dohiy Tavarish xonman-men bir to'p ayollari va allaqanday harbiylar bilan kirib kelganida ziyofat ahli uni odat bo'yicha oyoqqa turib, guldiroz qarsaklari ostida olqishlab kutib oldi. Dohiyni u yoq bu yog'ini ko'z ilg'amas hayhotdek charog'on talarning o'rtasidagi eng katta stolga boshladilar. U boshini har yonga burib, jonsizgina qo'l silkigancha olqishlarga javoban salomlashgan bo'ldi. Turli kattalikdagi doirasimon ziyofat stollari ana shunday markaziy stolning tevaragiga joylashtirilgan bo'lib, ularning bu stolga uzoq yaqinligi mamlakatlar aro siyosiy munosabatlarning quyuq-suyuqligiga qarab belgilangani qiziq edi. Go'yo sen o'zimiznikisan, maslakdoshu g'oyadoshmiz, yonginamda o'tir. Sen ham bizga qayishib turasan, yaqinroq kela qol. Sening esa kimliging, nimatingni hali bilib ulgurmadik. Mayli, o'sha yerda o'tiraver. Hap senimi? Seni joying uzoqda, o'zing ham g'oyang ham bizga yot, begona. Bu hisobdorliklarga o'xshagan do'st mamlakatlarning vakillari, delegatsiya boshliqlari markaziy stolda, dohiyning davrasida o'tirishlari mutlaqo tabiiy edi.
Mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar hali mavhumroq bo'lgani uchun meni ham har ehtimolga deb o'rtaliq bir joyga o'tkazgan edilar. Lekin odatdagidek delegatsiya rahbarlari davrasidaman. Tovarish Baxtiyor ham odatdagidek o'ziga o'xshaganlar bilan birga nariroqda o'tiribdi. Ziyofat dasturxoniga negadir allaqanday harbiy kishi, aftidan yer ostimi yer ustimi qo'shinlari qo'mondoni kosago'llik qilmoqda edi. Yo so'zga chechanroq qo'shinlariga qo'shib bunaqa marosimlarni ham boshqarishga mohir, yo dohiyning yaqin sinfdosh jo'ralaridan bo'lsa kerak. Kosagul tabiiyki ko'p ta'rif-tavsifdan so'ng birinchi bo'lib so'zni ulug' dohiyga berdi. Dohiy o'rnidan shaxtam turib, to'rt tarafga qaray-qaray nutq irod eta boshladi. Men albatta hech baloga tushunmay o'tirardim. Garchi bu tarixiy nutq ham chor tarafdan xalqaro tillarga paydarpay tarjima qilib turilganiga qaramay. Tushunganda nima? Baribir emasmi menga? Qolaversa, uning taxminan nima deyayotgani-yu, nima demog'i mumkinligini shusiz ham barcha ayondir. Saksondan sakrab o'tgan otaxon hali xiyla-tetik bardam ko'rinardi. Kayfi ham chog', har gal kuzatganimdek kostyumining pastki tugmasi qadalmagan, shunga odatlangandir. Ha, chol ham bardam. Bu kishim bardam bo'lmay kim bo'lsin? Butun boshli mamlakat boshiga ko'tarib hukmiga hoziq tursa, ko'ngli tusagan tilagani hamisha muhayyo bo'lsa, Girt atrofida ne doktoru davokor Parvona. Yeydigan ichadigani tabiatni eng nozik, eng musaffo go'shalaridan keltirib ming bir sinov, ming bir chig'iriqdan o'tkazib berilsa, maqsadga muvofiq noravo biron bir xabar bu kishimni muborak quloqlarga yetkazilmasa, sovuqroq shamol bu kishim tomonga esmasa, har ne tashvishu tahlikadan mudom muhofaza etib turilsalar, bu kishim bardam bo'lmay men bo'laymi? Diqqi nafas elchining pichirlab ma'lum qilishicha, ulug' dohiy talay yillardan buyon mamlakat ahvolidan bexabar, xalq hayotiga doir haqiqiy ma'lumot undan qattiq sir tutiladi. Asosiy mashg'uloti bayram tantanalarda oliy sharofatli ishtirok, nutqu ma'ruza qilmoq, olqishu chapaklarga chulg'anib yurmoq xolos. Necha yildirki u gazeta o'qimaydi, televizor ko'rmaydi. Undoq bo'lsa, mamlakat rahbari mamlakat hayotiga oid xabarlarni qayoqdan oladi? Tashvishlanmang, buning yo'li allaqachon topilgan. Otaxon xushhol iljaygancha nimanidir chamasi so'ronlarda kechgan inqilobiy hayotidan qiziqroq bir lavhanimi yoki xalqaro inqilobiy harakatga doir biror ibratli voqeanimi maroq bilan hikoya qilar, davradoshlari anqaygan ko'yi unga mahliyo bo'lib qolgan edi. Mayli, ulug' dohiy tarixiy kechmishidan lof uraversin. Biz dasturxonga qaraylik. Axir ziyofatga deb kelganmiz. Ziyofat deganlari chinakamiga shohona edi. Biz ham yurgan ekanmiz oshu kabob deb. Taomning turu turfasi bu yoqda ekan. Olib kelinayotgani nima, olib ketilayotgani nima bilolmay boshingiz aylanib ketadi. Umringizda tatib ko'rmagan taomlar, ta'mlar. Toshbaqaning tuxumi deysizmi, chuvalchang sho'rva deysizmi, nozik dabligim-u chimxo'rligim pand berdi qurg'ur. Sariq tarvuzni ko'rganmisiz? Bizning xayolimizda tarvuz faqat qizil bo'ladi, ya'ni qiziligina shirin. Ammo sariq tarvuz yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Biz uni ko'rdik ham, to'yib yedik ham. Turli-tuman jim-jima idishlardagi ichkiliklarni aytmaysizmi? Garchi o'zi g'oyaviy raqib sanalsa-da, o'risning arog'idan tortib mashhur darmondori Jenshengacha serob. Senje, menje. Poqdomon arab ahli kofirlarga o'qrayib sharbat ho'plab o'tiribdi. Chamasi otaxon dasturxonni kengu ziyofatni shohona qilib, jumla jahon vakillarining bir tahsinini olmoqchi bo'lgan. Mana ko'rib qo'ying bizni. Darvoqe, bu orada u chapaklar bo'roni ostida tarixiy nutqini tugallab, navbatdagi so'z do'st ayonlarini ergashtirib eshik tomon yo'naldi. Hamma birdan oyoqqa qalqib, odatdagidek ulug' dohiyni chapak olqishlar bilan kuzatib qoldi. Chapaklar ostida kirib kelib, chapaklarga burkanib chiqib ketdi. Bu zotning yurgan yo'li chapak, borgan yeri chapak, uzundan uzoq umri chapak olqishlar og'ushida o'tayotir. Chapak, talaffuzi buzuq, qandaydir harfi tushib qolgan chala bir so'zdek tuyuladi menga. Asli deylik, chalpak bo'lganmikin? Biroq bu boshqa tushuncha, ma'nosi boshqa.
Chalpak ba'zi viloyatlarimizda faqat ta'ziya marosimlarida pishiriladigan, qozonda yoqqa qovurib olinadigan yupqagina xamir taom. Shundanmi chalpagingni yegin degan qarg'ish ham bor. O'lganingda isqotingdan tatib ko'ray mazmunida. Har holda bu ko'pam iliq issiq ibora emas. Urib chalpak qilib tashladi, ya'ni o'ligini cho'zib qo'ydi, yupqasini chiqarib yubordi yoki chalpakka o'rab tashlasang it ham qaramaydi. It ham qaramasa, demak mutlaqo yaroqsiz, keraksiz bir narsa ekanda. Xo'sh, chapakka burkab tashlasachi? Har qancha aziz matoh bo'lmasin, kaftlar orasida shapatilaverib, u ham yupqa tortib, to'zib, siyqalanib ketmaydimi? Keyin unga hatto it ham qaramay qo'ymaydimi? Umuman shu ikki so'z bir negizdan emasmikin? Ammo na chapak, na olqishlar umrni uzaytira olar ekan. Ulug' dohiyning o'limi bu haqiqatni isbotladi. U baribir 100 yoshga yetolmadi. Bunisi endi chapak olqishga emas, Yaratganning irodasiga bog'liq ekani osiy bandasiga ayondir.